Shakar bu zahardir. Bu diabet, semirish, yurak muammolarini va hatto saratonga olib keladi. Har yili biz bir kishiga taxminan 70 kilo shakar va uning hosillarini iste'mol qilamiz. Bu shakar miqdori kokain, geroin yoki boshqa dorilarga qaraganda ko'proq odamlarni o'ldiradi. +1 301 760 60 70 bizning WhatsApp raqamlarimiz aziz do'stlar. Unutmang, bizga o'z savollaringizni mana shu raqamga jo'natsangiz bo'ladi. Bugungi dasturimizning mavzusi esa shakar nikotin bilan bir xil deb ataladi. Ha, aziz do'stlar, adashmadingiz. Shakar ham bir nikotin qatori kirib keladi. Shakar ham bu bir o'limga olib keluvchi omillardan biri hisoblanib keladi. Umuman olib qaraganda bir taxminlarda shuni ko'rsatganki, shakarni shunday nom qo'yish kerak ekanki, saraton kasalligining shirinliklari deb atalgan ekan. Chunki birinchi o'rinda u qarishga yordam beradi va bizning organizmimizda bo'lgan, masalan, ayniqsa saraton kasalligi bo'lsa, bu unga yordam berib kelar ekan. Shuning uchun ham agar biz shakarni kamaytiradigan bo'lsak, demak biz saraton kasalligini oldini olishga yordam berib qo'yamiz. Undan tashqari bizning shakarimiz, bizning organizmimizda bo'lgan shakarimiz bu taxminan 82-110 milligram bo'lishi kerak. Ya'ni bu degani miyamizga shu yetarlicha bo'ladi. Shuning uchun ham biz faqatgina nima bilan olib tashlasak bo'ladi, umuman shakarni iste'mol qilmasdan. Masalan, o'sha sabzavot, o'sha mevalarda ham shu shakar mavjud aziz do'stlar. Masalan, avvallari oldin chekishni dam olish usullaridan biri deb hisoblanardi. Chunki sigaret aytishardiki, stressni yechadi, bizga oromlikni olib keladi va bizning kayfiyatimizni ko'taradi degan mana shunday iborani ishlatishadi. Tanishmi? To'g'rimi? Lekin keyinchalik esa shuni bilishdiki, sigaret chekish bu albatta umumiy olib qaraganda bizning organizmimizga qanchalik zarar olib kelishini aytib ko'rsatishdi. Ya'ni birinchi o'rinda bu saraton kasalligi, albatta bu qarishchilikni tezlashtiradi va bizni kuch va energiyadan xalos qiladi. Keyinchalik esa odamlar aytaylikki qiyinchilik bilan bo'lsa ham, lekin aynan mana shu odatdan qutulishga harakat qilishdi. Shakar ham xuddi shunday, xuddi siz sigaret chekkanday sizdan bo'lgan qaramlikni talab etadi. Har safar biz agar shirinlikni iste'mol qilganimizda bizning miyamiz dopaminni ishlab chiqaradi va shuning uchun ham biz shirinlikni yanada biz iste'mol qilgimiz keladi. Eng mashhur bir nevrolog shunday deb aytgan ekan, shakar bu shunday narsalardan biriki, bizning miyamizni aytaylikki shirinlikka tortuvchi narsalardan biri deb aytadi. U har bir giyohvandlik moddalariga kirib keladi deydi. Bu yerda aytaylikki, bu mexanizm shakarlikka moyillikni ko'rsatib keladigan narsa, bu albatta qanchalik biz ko'p shirinlikni iste'mol qilib kelamiz. Chunki qanchalik ko'p biz shirinlik iste'mol qilsak, bizning organizmimizga bu narsa kam bo'lib ko'rsinib va biz ko'proq iste'mol qilishga harakat qilamiz aziz do'stlar. Albatta, hozirgida farmatsevtik kompaniyalar juda ham ko'p preparatlarni ishlab kelmoqda. Ya'ni bizning organizmimiz mana shu shakarlikni kamroq iste'mol qilishga yordam beradigan yoki aytaylikki, keyinchalik mana yurak qon tomir kasalligini, diabet yoki saraton kasalligini oldini olishga yordam beruvchi. Lekin bu esa faqatgina vaqtincha muammoning yechishi bo'lib ketadi. Ya'ni aytaylikki, xuddi bir hozirgida agar kim sigaret tashlamoqchi bo'lsa, hamma biladiki, plasterlar mavjud, ana shunday saqqichlar ham mavjud. Lekin xuddi shunday qilib biz shakardan ham qutulib qolishimiz mumkin. Ya'ni biz o'zimizning ratsionimizdan shakarni umuman chiqarib tashla olmaymiz. Agar menga keladigan bo'lsak, aziz do'stlar, men shakarni ko'proq nimaga iste'mol qilmay qo'yganman, hozir aytaman. Chunki men shakar iste'mol qilganimda
jig'ildonim qaynaydi va qancha suv ichmay baribir xuddi tomog'imda biror narsa turib qolgandek o'xshab tuyulaveradi. Shuning uchun men umuman shakar iste'mol qilmaslikka harakat qilaman. Lekin sigaret tashlashga kelganimda esa judayam qiynalganman. Chunki sigaret bu o'ta qiyin narsalardan biri, lekin shakarda ham qanchalik men iste'mol qilgim kelsa ham miyam shunday ishlab chiqardiki, sen xohlaysan deb. Shuning uchun ham biz har safar men masalan biror narsa olayotganimda shakar qancha u yerda mavjud, qanday emas degan narsalarni qarab chiqaman. Biz qarashimiz kerakki, eng asosiy narsalardan biri inson bir kunda masalan shakar biz kunduzgi norma hisoblanadi. Ayollar uchun 9-6 qoshiq, kichkina qoshiq, ya'ni 25 gram. Erkaklar uchun 9 qoshiq bo'lar ekan va bu albatta eng normal va mana shu kundalik norma hisoblanib kelar ekan. Yana shuni unutmaslik kerakki, shakarda hech qanday qimmatbaho vitamin yoki mana shunday bir moyilliklar mavjud emas aziz do'stlar. Faqatgina u shirinlik deb aytadi. Yaqinda men o'ylab qoldim, birorta tug'ilgan kunimda bo'ldi mana shu narsa. Men birorta tort yoki biror narsa pishirmoqchi bo'lib o'yladim, qanday tort pishiray deb. Va bir tortga ko'zim tushib qoldi, juda chiroyli, juda ham bir ishtahani ochadigan tortlardan biri bo'ldi. Va unga qulpinoq qo'shilardi va mayli qulpinoq hech narsa emas, lekin aynan mana shu narsa aytaylikki meni o'ylantirib qo'ygan narsa, men mana shunday o'ylanib qoldim. Qora shakar. Qora shakar emas, qahvaga o'xshagan qora shakar ekan. Lekin uni nimagadir foydali deb chiqarishdi, lekin shakarning hech qanday qimmatbaho bir aytaylikki vitamin yoki biror narsalari yo'q. Lekin shakarni biz almashtirsak bo'ladi. Masalan, men judayam shirinlikni yaxshi ko'raman. Ayniqsa mana hozirgi oxirgi 3 oyda men shirinlikka judayam o'chim bo'lib qolaman. Masalan, shirinlik deganda men aytaylikki zavarnoy krem yoki biror narsa mana shunday pishiriqlik iste'mol qilgim kelib qoladi. Bu esa eng yomon odatlardan biri hisoblanar ekan. Men o'ylardimki, agar men shirinlik yesam, men hech qanday zarar yoki sog'lig'imga zarar olib kelmayman degan fikrda yurganman. Lekin unday emas ekan aziz do'stlar. Ya'ni men har safar adashib yurgan ekan. Agar biz o'zimizning qanday qilib men shakardan voz kechdim. Bu oson bo'lmadi. Ha, men shirinlikni yaxshi ko'raman, lekin agar e'tibor bersangiz, masalan ko'pchilik bilan ovqatlanishga yoki tushlikka boradigan bo'lsak, albatta tabiiy holki bizda desert degan narsa mavjud bo'ladi. Va mana shu narsani biz iste'mol qilamiz. Qanday qilib umuman olib qaraganda shirinlikni iste'mol qilishdan voz ketsam degan narsalardan savol berishingiz mumkin. Qarangki, yaxshilab o'zingizning kunlik ish rejalaringizni qarab chiqing. Va shundagina siz shirinlikda qayerdan qochib ketsangiz bo'lishini ko'rib chiqasiz. Agar biror narsalarni xarid qilayotgan bo'lsangiz, unda qancha shakar borligini ko'rib chiqing. Albatta, meva, sabzavotlarda bu narsa yozilmagan, lekin aynan mevalarda ko'proq fruktoza, laktoza mavjud. Undan ko'ra agar shirinlikka tortayotgan bo'lsa, meva, sabzavot iste'mol qilganingiz yaxshiroqdir. Agar siz mana shu qaramlikni aytaylikki yutib chiqsangiz, siz yanada bir odatga nuqta qo'ygan bo'lasiz. Aziz do'stlar, biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. Sizlarga sog'lik tilab, omon qoling deymiz.